Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Mana navbatdagi chiroyli 3 qavatli shohona poson darvozamizni o'z manziliga olib kelib, o'rnatib joylab berdik. Lokatsiyasi o'zimizning vodiyga, Andijon viloyatiga, Andijon shahari Asakaga tushgan. Darvozaning razmerlariga kelsak, 330 eniga bo'lgan, 380 bo'yiga bo'lgan. Razmerimizdan tashqari ikkala yonimizda 30 sm dan adnalchika qilib turib, devorga apshika qilib berilgan. Adnalchikamiz ham nihoyatda o'sha chizma loyiha bo'yicha ishlab berilgan. Bu darvozadan alohida razmer 30 sm, 330 dan tashqari. Tepa tomondagi tahiyamizga e'tibor bersangiz, tahiya ham o'sha darvozaga mos, hamma yo'g'i nihoyatda chiroyli qilib 60 sm tahiya qilib berilgan. Darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan, shumka bo'lgan. Umuman dovush-povush hech qanaqa narsa kirmaydi. Ranglari mokr asfalt, bir xilda sepilgan, ajratilmagan. Oldin shirshava gullari 1.3. 1.8, undan keyin ikkinchi qavati, uchinchi qavati 1.3 dan stikerlarni solib turib 1.3 qoplab berilgan. Orqa tomondan tekis, orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. 3 qavat deyishimiz sababi oldidagi shirshava gullari buni 2 profillar pon, oldidagi bezaklari o'zi bir qavatga kiradi. Shuning uchun 3 qavat deymiz. Profillarga kelsak, ichki profillar 4 ga 4, 6 ga 4, uni stenasi ham qalin. Keramikamiz past tomoni oyog'ining tagi shiveldir, 10 ga 5 shiveldir, bezuloq. Yondonlarga kelsak, yondonlari 10 ga 10 burch profildan foydalangan. Buni stenasi ham qalin, 2 stena. Zazor yopish maqsadida 1,5 ga 1,5 kurgovoy ponni aylantirib chiqilgan. Chunki darvozada umuman tirqish, hali yorug'lik umuman ko'rinmasligi uchun qo'yib berilgan. Zamoqlarga kelsa, har doim qo'yib kelinayotgan turetski, yaxshi zamoqdan qo'yib, ishlashiga, xizmatiga xudo xolasa, zubur deysa, zubur ham qo'yib beraveramiz. O'zlaring mana baho berishlari mumkin. Laklari o'sha glansvet lakda chiroylab sepib berilgan. Yaltirab nihoyatda chiroyli turibdi. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Aka, kelavering. Orqa tomoni mana bir xilda 3-qavatga yopilgan mana. Umuman dovush-povush yo'q. Planka asosida ponni baquvachanidan qo'yib berilgan. Tepaga bitta, pastga bitta. Sentr zamok, xizmati ham zo'r. Mana qanotimiz ochilishi. Qanot turgan joyda qotsa, haqiqiy o'sha o'rnagan darvoza ashi bo'lar mana. Qo'yib qo'ysa, darvoza yo ochilib, yo yopilib ketishi bo'lmasa, darvoza haqiqiy nol bo'lar mana. Ochilishlari ham aytgan joylariga o'rnagan. Bismillahirrohmanirrohim. Kalitkamiz razmeri kichikligini sababiga kalitkani alohida qilmaganmiz. 330 lik uchun kalitkani ichiga qilib berilgan. Buni loyihasini qilib berilgan, akaga o'zlariga tashalgan. Xo'p, obunachilarimiz, agar darvozamiz yoqqan bo'lsa, hayitki fason deysizlarmi, shohona fasonmi, har qanday fasonni tashlaylar. Xudo xohlasa qo'limizdan kelganicha o'xshatib berishga harakat qilamiz. Endi shu xonadonning egalari aytib o'tganimdek, Koreyadalar o'zlari, dadalar bor ekanlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bardam baquvvat, salomat. Alaykum. Mazangiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mana yana bir bor ko'rishdik. 25 ga oldin ham kelib o'zim razmer olganimda o'zingiz kutib olgandingiz. O'zim olib kelib mana o'rnatib, ustolovga qilib o'zingizga topshiryapman. Endi bizga mana efirda turibsiz. Realni bo'lgan voqeani aytasiz, hojiba. Qutlug' bo'lsin darvoza. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu jamoaga ming bor rahmat. O'g'lim Koreyada turib, xonadonga robot kerak edi, robot zakaz qilgan edi. Haqiqat aytganlaridek, o'sha kuni kelib zakaz qabul qilishdi. Zakazni o'z vaqtida sifatli qilib, chiroyli qilib, mana bugun olib kelib o'rnatishdi. O'zim guvoh bo'ldim. Narx-navosi o'zi hammasi juda yaxshi. Bu niyat jamoasiga men yaxshi niyat aytaman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Topganlari doim yaxshi kunlarga buyursin. Men aytardimki, kimki xohlasa, robot shu niyat a'zolariga aytsa, adashmagan bo'ladi deb o'ylayman. Gap yo'q, hojiba. Hamma yo'q, ma'qul keldimi otam? Rahmat. Ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat. Bergan pulingizga rizo bo'ling. Yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarni qiling. Hojlarga borganimizda ham mashina darvoza katta ochib tursin. Xo'p. Ha? Gap yo'q. Bitta endi duo qilasiz, biz yo'lga chiqamiz. Amin. Parvardigor, mana shu niyat guruhidagi har bir ishlagan ishchilariga, shu bolalarga ming rahmat. Amin. Topganlari yaxshi kunlarga bersin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ota-onalarni har safarlarga olib borib, o'shalar duo olib kelishni nasib aylasin. Allohu akbar. Yashang hojiba. Duo uchun rahmat omonat. Doim duoda bo'ling ota. Yaxshiliklarga ochib yoping. Xo'p. Hurmatli obunachilarimiz, ishimiz ma'qul kelsa, bexijolat niyat jamoasiga agar murojaat qilsalaring, ishlaringizni ko'ngildagidek qilib bitirib olib borib o'rnatib beramiz. Agar videoyimiz darvozamiz yoqqan bo'lsa, niyat jamoasining mehnatiga bir donadan laykni, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, niyat jamoasidan yana ham bundan ham chiroyli darvozalarni xudo xohlasa ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Niyat qilsalaring, xudo xohlasa yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yashang hojiboy, kam bo'lmang.